Yoshkaron tumanida mana hozir Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zolari bo'lgan bir guruh ijodkorlar, san'atkorlar, madaniyat xodimlari mana ko'chat ekish ishlarida yeng shimarib faol qatnashishga harakat qilyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Jamshid lapatkani bering. Hozir bunga suv ham quyamiz. Siz qo'shing. Suv ham quyamiz, Xudo xolasa. Bir bog' bo'lsinki, Xudo xolasa. Suvni tabiatimiz yashnab, yangi O'zbekistonda kislorod ko'payib, bu daraxtlar tagida hali yosh avlod o'tirib, uni soyasida huzur qilib ijod qiladi, Xudo xolasa.